erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Ha, oting oldi, sigaret chekma. Banana. Ustoz, shuncha isqir tishlar qilsak ham hech qo'lga tushmadik-a? Ya qoravoy, bir gap unutmang. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqala, Damas'ni tuzatib beringlar. Yo. Opali reper keldi. O'zi isqir ustasiz, tag'in pul yo'q olasiz, ustoz. Ye repermisan, qaribki yengsan bo'lsin-chi. Ustalar yaramas, to'pimdan past. Damas tuzatish sonlarga emas. Yo. Ha, endi oshirordik. Bo'pti, nimasini tuzatish kerak. Shu Damas zadniy mostni g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Ha, bo'ldi 3 million bo'ladi. Ye, undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? O reper. Einstein nega jin bo'lib qo'yadi, bilasanmi? Yo'q. O Damas haydaganda zadniy o'zi g'o'llab urib, miyasigacha berib tashiga. Ha, keyin jinni bo'lib qo'yadi. Mayli, menikini almashtirib bering unda. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy poy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz zatni mo'sti ichiymi? Jinnimiz, ha? Ha, ustozimning bir apilka usuli bo'lardi. Ha, shu apilkani zadniy o'stiga solib qo'yamiz. Ha, moy bilan aralashib quyulashadimi? Ha, keyin hech qanaqa g'o'ng'olagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqir usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Ah, yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi? Siz tergovchi bo'lasizmi? Hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin birga uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoldi. Shundan shuni yamattirib keling. Reper, sen chalisni ko'ryapsanmi? Ha, Kussoni kemasini ko'rganmiz. Ha, o'shaning radiatorini biz yemaganmiz. Ha, pulni begina qilmaqasa, o'zimiz qilib beramiz. Borbi. Ustoz, radiatorni yechiymi? Jinnimi, sen apilkani olib kel. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da. Apilkada teshiklarni yopib qo'yadimi? Ha, suv oqmaydi. Ha, bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Ya, mashina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytidan beri o'tiribman. Zaparku. Ustoz, qo'lga tushdi-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingdamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz.